Assalomu alaykum o'rtoqlar. Xullas, Telegram kanalimga so'rovnoma jo'natgandim. Ko'pchilik Amerika nishalari bo'yicha kontent chiqaring deganiga sizlarga yana bitta yaxshi nishani tahlilini qilib bermoqchiman. Xullas, ko'pchilik o'ylashi mumkin, nima qilasan, qiyin nishalarni ko'rsatib, bizga tekini kerak desanglar, adashasizlar. Endi bu yog'iga tekin, oddiy telefonda qilsa bo'ladigan, kerak bo'lsa shablon bilan 100 talab kuniga video chiqarib tashlasa bo'ladigan nishalar urfdan qolyapti. 100 ta kanal qilasizlar, 10 tasi o'xshaydi yoki o'xshamay qolishi ham mumkin o'sha narsa. Mehnatingizga kuyasizlar, bir oy daromad qilib, ikkinchi oy kanalingizlar yopilib ketadi. Shu narsa kerakmi sizlarga? O'zingizlarning vaqtingizlarni tejanglar, iltimos sizlardan. Men ham shu narsani sekin-sekin kamaytiryapman. Bu yog'iga jiddiyroq, kerak bo'lsa sarmoya qilib bo'lsa ham yaxshigina pul topsa bo'ladigan nishalarni yo'lga qo'yamiz. Mayli o'sha oyiga 1 million 2 million shu bitta nisha uchun sarf xarajat qilaylik, lekin uzoq muddatli stabil daromad keltiradigan nisha bo'lsin. Oyiga kamida $1000 kelib tursin. Shu narsani harakatdamiz. Bunda ham vaqt tejaladi, qilayotgan mehnatimizga yarasha daromad ham olamiz. Hozir esa shunaqa nishalardan birini sizlarga ko'rsataman. Qisqa lo'nda hamma narsani ko'rsatib tushuntirib ketaman. Demak, bu kanalimiz aynan shu nisha bo'yicha oxirgi 1 oylikda kanalida deyarli 1 million 600 mingdan ziyod bo'lgan prosmotr yiqqan va shu prosmotrning orqasidan taxminan o'rtacha hisoblaganda $408 dan $6,500 gacha daromad olgan. Bu degani taxminan $3000-4000 bor bir oyda bunaqa prosmotr uchun %100 bor, katta ehtimol bilan. Oxirgi 30 kunda esa 25 mingta kanaliga yangi obunachi qo'shilibdi. Taxminan albatta bularning hammasi. Kanal hozirgi paytda holatiga qaraydigan bo'lsak, umumiy 4 millionga yaqin prosmotr yiqqan, atiga 15 dona video bilan ko'rib turibsizlar mana. Kanal esa sentyabrning 11-kunida 2025-yil ochilgan. Yaxshi ko'rsatkich albatta. Hozir esa 65 mingga yaqin obunachisi bor. Zo'r havas qildim. Sizlar ham mana shunaqa zo'r yo'nalishlarda natija qilib turib mehnatinglarni qadrlab yuritinglar. Endi keyingi narsasiga o'tamiz. Ya'ni bu o'zi qanaqa yo'nalish? O'zi nima bu? Ko'ramiz. Kanalning nomi Ghibli Days. Mana bu qidiruvga yozsanglar chiqadi, tekshirib olsanglar ham bo'ladi bemalol kirib. Bu yerda deyarli anime stilida har xil videolar chiqariladi. Videolarning uzunligi 4, 6, 4, 8 har xil. Lekin odatda o'rtacha 3 daqiqadan 5-6 daqiqagacha kontent chiqarar ekan. Shuna hisobidan ham sizlarga o'ta og'ir yuklama bo'lib ketmaydi agar shunaqa kontent qiladigan bo'lsanglar. Kelinglar, sizlar bilan hozir bu kanalni eng ko'p prosmotr yiqqan videosini ko'ramiz. Demak, 1 oy oldin 1,5 million prosmotr yiqqan ekan. Juda yaxshi. Oxirgi chiqargan videosini sizlar bilan ko'ramiz hozir. Qisqasi, bu yerda ma'lum bir prompt orqali rasm generatsiya qilinadi va animatsiya qila oladigan sun'iy intellektga tashab, o'shani animatsiya qilib, ovozlashtirib, o'zingizlar montaj orqali mana bunaqa kontent qilasizlar. Buni hozir taxminan tepada ko'rsatib ham ketaman. Xullas, videoni sal uzaytiramiz. Mana bularning hammasi oddiygina rasm. Bular shunchaki animatsiya qilingan ma'lum bir prompt orqali, ma'lum bir sun'iy intellekt orqali. Xullas, qilsa bo'ladigan narsa. Faqatgina bu yerda qilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa videoni ssenariysi. Video qiziq bo'lish kerak, mavzu qiziq bo'lish kerak. Prosta mana bu animatsiyalarni tomosha qilib o'tirishmaydi odamlar. Qanaqadir ma'no chiqish kerak. Ssenariy joyida bo'lsa, videolar ham yaxshigina ko'riladi. Bu yerda bitta hikoyani xoh o'zingiz yozasiz, xoh ChatGPTga yozdirasiz va uni tahrirlaysiz. Keyin esa ingliz tilida yozilgan promptni to'liq ovozlashtiruvchi
xohlasangiz saytga joylab turib ovozlashtirasiz har xil personajlarni ovozini yoki umuman promptni alohida sun'iy intellektga tashlab animatsiya qilishingiz ham mumkin. Qisqasi, ochig'ini aytish kerak, sizlarni qiziqtirib qo'yib bu yoqda qiynab qo'yish niyatim yo'q. O'ziga yarasha qiyinchiligi ham yetarlicha va o'ta qilib bo'lmaydigan nisha ham deb bo'lmaydi. O'rta miyona, masalan, men qilish imkoniyatingizni 10 dan 7 ball deb baholagan bo'lardim. Demak, bunaqa kontentlarni qanaqa qilib qilish mumkin? Sizlarga qisqacha tushuntiraman. Mana bu ovozni generatsiya qiluvchi har xil ayol, erkaklarning ovozini shunchaki matn orqali chiqarib beruvchi sayt Ellen Labs. Mana bunaqa matn kiritasizlar va har xil ovozlarni sizlarga chiqarib beradi. I think this is a really nice way to just talk naturally together, talk plainly. Let's give it a shot. Let me tell you what. Qisqasi, bu yerda ovoz ingichka personajlar bor, ovozi yo'g'on, qariroqlarni chiqarib beradigan ayollarning ovozi bor. Bemalol hammasini ishlatishinglar mumkin. Ham bu yerdan davlatlarni tanlab, umuman o'zingizlarga mos ravishda tekst kiritib ovozlashtirish imkoniyatiga ham egasiz. Xullas, nimada ovozlashtirishni bildingiz. Rasm generatsiya qiluvchi juda ko'plab anaqalar bor, sun'iy intellektlar. Ulardan birini sizlarga mana bu deya olmayman, sababi har xil o'ziga yarasha zo'r kundan kunga sun'iy intellektlar chiqyapti. Ulardan biridan foydalanishingiz mumkin. Masalan, Nano Banana Pro, Ideogram va yana bir ikkita o'ziga yarasha rasm yasab beruvchi, o'ziga yarasha normalniy sun'iy intellektlar bor o'rtoqlar. Animatsiya qiluvchi AIlar orqali ham qilsanglar bo'ladi. Ba'zi bir, masalan, Kling AI bor yoki Runway bor. Xullas ko'pda, juda ham ko'p. Xullas bemalol qila olasizlar. Agar mana bunaqa $6,500 daromad topish niyatinglar bo'lsa, tekinga qila olmaysizlar bu ishlarni. Masalan, mana bu ovozlashtiruvchi saytda o'zi $11danmi boshlanadi tariflari. $11dan 20, 30, 40 xullas yuqorilab ketaveradigan tariflari bor. Ulardan birini sotib olib ishlatasizlar. Shunchaki tekinga maksimum ishlatib bo'lmaydi. Xullas, rasm generatsiya qilish uchun ham, animatsiya qilish uchun ham albatta sun'iy intellekt sotib olishinglar kerak. Tekinga ish bitmaydi. Taxminan oyiga $30-40dan $50-60gacha pulinglar ketib qolishi mumkin. Bu albatta taxminiy ko'rsatkichlar, ammo aniq tekinga bitmaydi ishinglar. Kontent chiqarmoqchi bo'lsanglar, xullas sarmoya kiritasizlar. Boshqa iloji yo'q. Yangi Amerika nishalarini qidirib yurganlar uchun bitta imkoniyat. Kiringlar, ko'ringlar, ma'qul kelsa shu nishani sinab ko'rishinglar mumkin. Har holda bu nishalar stabil, hech bo'lmasa trenddan qolgunicha 1 yil, 1,5 yil yaxshigina daromad qilib olishinglar mumkin. Atigi 1 oy, 2 oy daromad olib turib, keyin kanalinglar bloklanib yoki monetizatsiya o'chib qolmaydi. Qisqasi shunaqa, foydalaninglar. Kanalni nomini bilib oldinglar, mana kiringlar, tekshiringlar, ko'ringlar, yo'qsa albatta o'zingizlarda sinab ko'ringlar o'rtoqlar. Demak, oxirida sizlarga bir ikkita tavsiyalar berib ketaman. Telegram kanalimizga o'tamiz. Mabodo sizlar YouTube bo'yicha ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimizga ham albatta qo'shilib qo'yinglar. YouTube markazi deb yozsanglar chiqadi, albatta chiqadi. Telegramdan YouTube_markazi deb yozasizlar. Bu yerda YouTube bo'yicha har xil ma'lumotlar sizlarga berib boraman. Mana bunaqa yangi nishalar, so'rovnomalar bo'lib turadi. Va ayniqsa mana bu nishani ham ancha avval sizlarga taqdim etganman. Har xil sotiladigan turli xil katta kanallar bu yerda bor. Xullas, o'zingizlarga ma'qul kelgan kanallarni olib sotib olishinglar ham mumkin. Har xil imkoniyatlar Telegram kanalimizda bor. Masalan, YouTube magazin kanalimga har kuni har xil kanallarni joylab boraman. YouTube kanali kerak bo'lsa ham kiringlar, albatta tanishib chiqib sotib olinglar. YouTube xizmatlarida esa biz o'zimizning xizmatlarimizni joriy qilganmiz. Masalan, 490 minglik xizmatimizda umumiy sizlar butun boshli YouTube'dagi faoliyatinglarni sarmoyalab qo'yishinglar mumkin. Bu yerda yopiq kanalimizdagi 9 ta yo'nalish darsligi beriladi. Amerikan kanali ochib beramiz, monetizatsiyaga arizangizni tashlab beramiz, AdSense soliq ma'lumotlari,
Pinkod chaqirtirish, bank kanal analizi, telefon raqamimizni beramiz, appelyatsiya tashlab beriladi. Xullas, juda ko'plab imkoniyatlar bor. Bularning hammasi 490 ming so'm. Undan tashqari kanal ochib berish xizmatimiz ham bor va alohida darsliklarimizni sotib olishinglar mumkin mana o'rtoqlar. Qisqasi, imkoniyatlar yetarlicha. Qo'shilinglar, havolani opisaniyada qoldiraman yoki Telegram orqali ham kirib qo'shilib olishinglar mumkin. Xullas, xohlasanglar, xo'p. Demak, mayli cho'zmaymiz, shu joyda xayrlashamiz sizlar bilan o'rtoqlar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr. Bu to'g'ridan to'g'ri hech qanaqa montajsiz bo'lgani uchun ozgina zerikarli bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, ammo ma'lumot olish uchun qulay variant bo'lgani uchun shunaqa videolar chiqaryapman. O'ylaymanki, albatta sizlarga foydali bo'ldi. Like bosib, obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Keyingi videoni qiziqarliroq qilishga harakat qilaman do'stlar.